Akalar rostdan ham nima bu? Gap yo'q lekin mana shu yerda qurgan usta akalarimiz qidirilayotgan sababi endi aniq bunaqa qilib tekis o'ringa olib qo'ygandan keyin qidirilmasdan ham iloji yo'q. Klient shunaqangi ko'payib ketibdi. Usta akalarning ishi yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar, lekin gap yo'q. Bunaqangi ustani qadriga yetish kerak, bunaqangi ustalar kam. Nima bu?